Kecha Mangu Ligasi 2-turnir bo'lib o'tdi Toshkentda Humo Arenada. Ming afsuski, primoy efirda ko'rolmadik, YouTubedan ham ulaverishmadi. Primoy ko'rish uchun qanaqadir ilova yuklash kerak, pul to'lash kerak ekan. Musofirdagi do'stlarimiz ham ko'risha olmadi. Kommentariyaga kirsalaring, juda ko'plab negativ fikrlar bor. Men o'zimga atpiska qilib tashladim Mangu Ligadan. Sababi o'zimizning mamlakatimizda bo'lgan ligani o'zimiz primoy ko'ra olmasak, bizga nima kerak bu liga? Yana kamiga qo'llab-quvvatlab turinglar deyshadi. Har safar biz qo'llab-quvvatlaymiz, o'zbek bayetslarda, o'zimizda o'sha o'zbek auditoriya hammasi qo'llab-quvvatlaydi, lekin javob mana unaqangi. Endi savol, O'zbekistonda Mangu Ligasini qo'llab-quvvatlaymizmi yoki Qozog'istonda o'sha Oktagon Ligasini qo'llab-quvvatlaymizmi? O'z fikrlaringni izohlarda yozib qoldiringlar. Bu juda ham muhim, sababi biz o'zimizning mamlakatimizda ligani o'zimiz primoy ko'ra olmasak, menimcha bizga bu liga kerak emas.